Ko'pchilik Herbalife mahsulotlarini juda ham qimmat deydi. Har doim oldimga kelgan konsultatsiyaga kelgan mijozlarimga Herbalife qimmatligi, arzonligi hammasini to'liq tushuntirib beraman. Nima sababdan qimmatligi, lekin shunda ham oxirgi videolardan keyin juda ham direktim portlab ketdi. Mahsulot juda ham qimmat, ammo lekin mahsulot zo'r. Qaranglarki, insonlar mahsuloti zo'rligini bilar ekan, lekin qimmat deb o'ylashar ekan. Endi kelinglar ko'rib chiqamiz. Biz har kuni magazindan ro'zg'orimizga oladigan go'shtlarimiz, baliqlarimiz yoki bo'lmasa boshqa mahsulotlarni pulga chaqqanda, Herbalife mahsulotini pulga chaqqanda bir oylik mahsulotimizni anchagina Herbalife mahsulotlarida arzonroq bo'ladi, chem magazindan olgan produktlarimizga nisbatan. Endi o'ylab qaranglarki, biz oddiy magazindan olib yeyotgan mahsulotlarimizda ko'proq uglevodlar, oqsili kam bo'lgan mahsulotlar bo'ladi gohida yoki bo'lmasa zararli bo'lgan yog'lar bo'ladi. Herbalife mahsulotlarida 100% tabiiy mahsulot bo'lganligi sababli uning ichida oqsillari, vitamin B, har xil minerallari to'liq mujassam bo'lgan. Undan tashqari organizmni 100% usvayt qiladi. Endi o'zingizlar o'ylab ko'ringlar-da, Herbalife mahsulotlari qimmatmi yoki bo'lmasa arzonmi? Albatta kommentariyalarda sizlarning fikringizni kutib qolaman.